Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'choqlarimizga yana yangiliklar kiritib qo'yganmiz. Shashlik ko'rasini ushlab turadigani bor. Gaz garelkalarimiz bor alohida. Keyin mana qarang. Eshigini ochamiz. Qalinligiga e'tibor berasiz. 8 millimetrlikda bo'lgan. Qopqoqlarimiz 6 millimetrlikda bo'lgan. Tagi 4 likda bo'lgan. Lazerda teshib kulxonalar qilingan. Tortmamiz bor. Tortmani olasiz. Qo'yasiz mana. Shashligingizni bemalol pishiraverasiz. Endi bu tomonimiz nima vazifa bajaradi? Garelkamiz bor. Mana universal garelkamiz bor. Chiqadi. Xohlasangiz buni bu tomonga qatirib olasiz. Bu yerda ham kichkinaroq ovqatlaringizni qilsangiz bo'laveradi. Endi hammaga qiziq joyini aytaman. Narxlariga kelsak, narxlarimiz 1.400.000 so'm o'chog'imiz o'zi. Endi buni garelkamiz qo'shilib qolsa, bu pastavkalarimiz qo'shilib qolsa, 200.000 qo'shilib qoladi, 1.600.000 bo'ladi. Bu garelkamiz ham alohida sotiladi. 200.000 so'm turadi. Bu universal garelka tushib chiqadi. Qozoningizga moslashaveradi. Kimga shu mahsulotimiz kerak bo'lsa, zakaz qilsalaring, buyursin, pullaring kerak emas. Mahsulotimiz uyingizga yetib boradi. Mahsulotni ko'rib, tekshirib olasiz. Ma'qul kelsa, keyin pulini sanaysiz. Yo'l kirasi omadli bo'ladi. Shuni ham aytib qo'yishim kerak. Kimga shunaqa mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, zakaz qilaverasizlar.